Assalomu alaykum, ujoy xohishda bo'lgan aziz kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga juda ham bir aziz, juda ham bir chiroyli, yaxshi joydan, Toshkent shahrimizdan, fayzli xonadonimizdan xudo xolasa uy obzor qilamiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, o'z yaqinlar bilan ulashib, shu uy-joy qilaman degan yurtdoshlarimizni uy-joyli bo'lishida, xayrli ishlarda siz bilan biz sabab bo'lamiz. Aziz kuzatuvchilar, bu joyimiz qayerda? Toshkent shahar Bektemir tumani Suvsoz, Vodnik dahasi 36-uy, 113-xonadonimizni obzorini qilib o'tamiz. Bu xonadonimiz 7-qavatda joylashgan. Butun shart-sharoitlari bor, juda ham yaxshi. O'zini parkovkasi ham bor ekan, faqat uni o'zlari xarajat qilib qurgan ekanlar. Keyin aka sotaman, uni ham отдельно kelib sotib ketishim mumkin deyaptilar. Xonadonimiz 72 kvadratdan iborat. Aziz kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, o'z yaqinlarga ulashib, inshaalloh xayrli ishlarda hammamiz bir-birimizga sababchi bo'lib qolamiz. Kuzatishda davom etamiz. Kuzatuvchilar, juda ham atrofimiz go'zal. Mana ko'ring, mana podyezdimiz 9 qavatdan iborat, 7-qavatda joylashgan xonadonimiz. Mana atrofi go'zalligini ko'rsating. Hamma sharoitlar bor. Mana parkovkalari ham bor. Endi uni xudo xolsa kelishib qolsak, uni ham keyin sotib ketaman o'zlariga deyaptilar. Uni o'zlari xarajat qilib qurgan ekanlar. Mana aziz kuzatuvchilar, bu yoqda paynetlarimizgacha, mana zelyoniy zonalarimiz, mana bu safna archa, hamma sharoitlari bor, juda ham go'zal. Aziz kuzatuvchilar, mana 7-qavat, mana xudo xolasa 113, mana K ni bosasiz, mana xudo xolasa kirib o'tasiz. Puli boshlang'ich narxi aziz kuzatuvchilar, xonadonimizni $68,000. Kimga ma'qul kelsa aloqa qilib bemalol savdolashib olishingiz mumkin. Kuzatuvchilar, mana balkonimiz, podyezdimiz juda ham yaxshi, toza, ozoda, qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, xuddi mahallada yashaydigan. Mana liftimiz ishlaydi, juda ham yaxshi. Mana o'zingiz ko'rib turgandek liftlarimiz ishlaydi. Mana xonadonimiz 113-xonadonimizni sizlarga obzorini qilib o'tamiz. 72 kvadratdan iborat aziz kuzatuvchilar, xaridorlar inshaalloh kimgadir ma'qul kelsa, albatta biz xayrli ishlarda siz bilan sababchi bo'lamiz. Mana kirganimizda katta koridorimiz bor, juda ham keng uyimiz. Mana o'ng tarafdan boshlaylik, yuring. Mana bu yoqda bolalar xonasi. Aziz kuzatuvchilar, aboylari mo'yishli aboy qilingan, mana plafonlar qo'yilgan, batareyalarimiz chugunli qilingan. Mana parkovkalar, daraxtzor, juda ham go'zal. Butun hamma shart-sharoitlar bor. Mana buni bemalol detskiy xona qilib, bir farzandingizga yaxshi niyat qilib Toshkent shahridan, poytaxtdan uy-joy qilaman degan insonlarga juda ham qulay bo'lgan zo'r xonadon. Hammamizga Alloh nasib qilsin. Yuring, ko'rsataylik. Mana aziz kuzatuvchilar, bu ota-onalar yotoqxonasi. Aziz kuzatuvchilar, mana aboylarimiz, plafon, patolog, mana romlarimiz ko'chaga qaragan, registrlarimiz zo'r ishlaydi, issiq suv, sovuq suv. Mana tashqarida axlat tashlash uchun o'zini maydoni, parkovka, daraxtzor, bolalar parki, hamma sharoitlari bor, zo'r joylar. Kimga Allohim uy-joy qilaman degan insonlarga Parvardigor nasib qilsin shunaqa yaxshi uy-joylardan aziz kuzatuvchilar. Mana bu yoqda koridorimiz katta. Mana bu yoqda kirib ko'rsating. Alhamdulillah, kulli hal. Mana aziz kuzatuvchilar, sanuzilimiz bor, ishlaydi, hamma sharoitlari yaxshi. Endi hozir suvlarni o'chirib qo'ygan bo'lsa kerak. Yo'q, mana suvlarni ko'rsating. Mana ishlab yotibdi aziz kuzatuvchilar. Tayyor, remont qilingan, kafillangan, juda ham zo'r. Mana hattoki krizni quritishga ham mana ishlab turibdi, issiqqina, zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Allohim shu uy-joy qilaman degan insonlarni hammamizga shunaqa poytaxtda yashab, maza qilib yashash, bolalarimizni o'qimishli, ziyoli bo'lishda shunaqa xonadonlarni Allohim hammamizga nasib qilsin, maza qilib yashab o'taylik. Kommentariy yozib qo'ysanglar, Allohim sizlarga ham nasib qilsin. Allohim hammamizga shunaqa go'zal makondan, Toshkent shahridan uy-joy qilib yashashingizni Parvardigor kim niyat qilgan bo'lsa, Allohim hammamizni yetkazsin. Kommentariy orqali fikrimga o'zingizlarning tilaginglarni bildirib qoldirasizlar. Aziz kuzatuvchilar, mana juda ham keng zal. Aziz kuzatuvchilar, juda ham zo'r. Mana bu konditsioner zimaletani shundoq tashib ketaman deyaptilar. Mana zalimiz, remontlari zo'r qilingan, mo'yishli aboy, mana tepada plafonlar. Mana bu yoqda chiqsiz, yuring, chiqing, ko'rsating. Mana balkon, mana balkonimizni ko'rsating. Mana
Mana bunaqa o'zini banka saqlaydigan joylari bor. Naryoqda ham katta shkafi bor. Xudo xolisa hozir ko'rsatamiz. Mana aziz kuzatuvchilar, parkimiz bor. Mana polni ko'rsating yaxshilar. Mana shu bolalar parki. Endi pulli bo'lgani bilan juda ham go'zal. Mana Toshkent shahrimiz shundoq ko'rinib turibdi. Shundoq yursangiz, to'g'ri yursangiz rohat kruk. Shu bilan ketdingiz mana Xudo xolisa. Parkinskiy 40 let. Qo'yliq bozor hamma yoqda qulay bo'lgan juda ham zo'r joy. Mana aziz kuzatuvchilar, bu yoqdan ham balkondan bu oshxonamizga kirsak bo'ladi. Mana holatlar juda ham zo'r. Mana suv gap so'z bo'lishi mumkin emas. Abo'ylar qilingan, plafonlarimiz bor. Juda ham yaxshi holatlar aziz kuzatuvchilar. Mana bu yoqda hojatxonamizni ko'rsating. Mana plafonlar o'rnatilgan, kafillangan unitazlarimiz, butun hamma sharoitlari bor, juda ham go'zal. Sharoitlari yaxshi, zo'r. Gapsiz bo'lishi mumkin. Aziz kuzatuvchilar, mana shkaflarimiz bor. O'zingizga kerakli anjomlaringizni qo'yib, mana bu yoqda ham shkaf bor. Xudo xolisa bemalol foydalanib, yashab mazza qilib o'tishinglar mumkin. Aziz kuzatuvchilar, yana bir bor eslatib qolaman. Xudo xolisa bu yerda olgan odam baraka topadi. Juda ham yaxshi, qulay bo'lgan 72 kvadrat metrdan iborat bo'lgan xonadonimiz 7-qavatda. Toshkent shahri, Bektemir tumani, Vodnik dahasi 37-uy, 113-xonadon, narxi $68,000. Aziz kuzatuvchilar, issiqjonimiz, aybga buyurmaysizlar. Boshida ham aytib o'tolmadim. Uyimizni boshlang'ich narxi $68,000. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, inshaalloh ekranlarning past qismida nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, lokatsiya tashlab bersa, kelib o'z ko'zinglar bilan ko'rib, ma'qul kelsa sotib olsanglar, biz sizlarga sabab bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq ish qilgan bo'lamiz. Aziz kuzatuvchilar, hammanglar Allohga omonatsizlar, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, o'z yaqininglarga shu uy-joy qilaman degan insonlarga shu silkamizni tashlab, mana shu uy-joylarimizni sotilishida, shu yurtdoshlarimizni uyli joyli bo'lsa sababchi bo'lib qolinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.